keling boshlaymiz. Keling, mehmonlar keling. Shirin opa yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi kelibsiz. Ishtamidi Shirin opa? Ha, ishdadim. Hamshiram o'zi poliklinikaga ishlayman. Poliklinikada ishlaysiz? Oilaviy. Oilaviy hamshira. Ha, hamshira. Yoshim 53 da. Qanday deb qachon bo'lgansiz? Zo'pimni boqoqimni operatsiya qilishga borganda aniqlandi. Kuzatishdi-da, nazoratga qo'yishdi hozirlikcha. Keyin nasib bo'lsa may oyiga borib qayta ko'rishga boraman-da. Keyin internetda ko'rib qoldim. Og'abek aka o'zimiz hofizimiz Sabirov qo'ydi. Ancha kuzatdim-da, keyin o'zim ham nima qildim? Olishga nima bo'ldi-da. Hozir ishyapman, yaxshi. Qachon bo'ldim dedingiz? Mart oyida aniqlandi. Nimadan bo'ldingiz? Endi bilmadim-da, ota avlodimizdan bor, ona avlodimizdan bor, opalarim, demak naslda bor. Ha, naslda bor-da endi. Men unga tayyor edim avlodimizda bo'lgani uchun. Bilarmidingiz? Bilardim. To'g'ri qabul qildim, balki sohada ishlayman, o'z ishini ichidaman. Qandli diabet bo'lganingizda organizmingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Menda kuzatilmadi, o'zi nima bo'yicha bo'qoq orqali siqilish bo'lar ekan, uni nerv asablar nima bo'lar ekan, zo'bdan deb o'yladim-da, bo'qoqning nimasi deb. O'zimda kuzatmadim. Og'zim qurimaydi. Unaqa holim ham qochib qolmaydi, energiya ishlayman. Qo'ldan kelgancha hamma xizmatni qila olaman-da, xamir qorishmi, masalan, uyni uborkasi, hammasini qilaman. Dieta qilasizmi? Dieta qilaman. Tashnalik bo'lmaydi-da, uni qandli diabetning tashxisida ko'proq chanqoq kuzatiladi, ko'p suv ichishlar, tungi nimalar, hojatga chiqishlar, ular boshqasi. Sizda unaqa holatlar yo'q, ha? Ana kamroqda, menda suv ichmayman. Zo'r. 6-7dan keyin umuman yema desangiz yeymayman, ichma desangiz ichmayman. Och bo'lib qolish yo'q menda-da o'sha. Dieta qilmaysiz, ha? Dieta qilaman. Yo'q. Saxari zo'r. Dieta qilaman. Necha chiqdi? 6. Ovqatlandingiz, ha? Hozir ovqatlanib ovqatdan keyin 6 zo'r. 2 yana baland ko'rsatadi bu. 6 zo'r. Instagramda a'zoman, mana shundan ko'rdim, ko'p kuzatdim-da, suhbatlarni ko'rdim, YouTube kanallaridan ko'rdim. Sohada bo'lgandan keyin ham qildim-da, endi hozir ancha o'zgarishlar kuzatilyapti-da, uyqum joyiga tushgan, asab joyiga, o'zim tutib olaman. To'xtasan, o'zing tutib olishing kerak. Asabingni chiqarma, kasallar ham bilasiz, ular mendan ham zo'r nima bilan kelishadi. Ha, shu xalqning dardi bilan ishlaganiga, xalqning dardiga sherik bo'lib eshitib, indamay o'tiraman, reaksiya bildirib, unaqa ilgarigidek emas, yaxshi. Uyqularim yaxshi. Ovqatlanishim ham yaxshi. Choyni ichib boshladim. Hammaga tavsiya qilyapman. Necha kunda effekt ko'rdingiz o'zingizdan? O'zim baribir ixlosga ham qaraydi, ixlos qilib ichyapman-da. Kuzatishlar yaxshi. Menga yaxshi nima? Yaxshi ta'sir qilyapti. Qanchada ko'rdingiz o'z effektini? O'sha men ichgandan keyin 2-3 kundan keyin e'tibor qilib boshladim-da, yengillik sezdim, uyqular normallashdi, asab joyiga tushdi. Nima bo'ldi? Hamma narsada me'yor ko'ryapman-da. Hammasi bir maromda ketyapti. O'zim tutib olishim, asablarni aniqib olishim, choyni erinmasdan turib shu Ulug'bek akam tavsiya qilgan sidagi ginekoloq doktor o'sha bilan aytib, bemalol qaysi vaqtga, qaysi soatga telefon qilsangiz, biz xizmatdamiz dedi, maslahatlashib, hammasini qilyapman. Tushunadigan narsalar bo'lsa so'rab olyapman. Nimagaki menga ergashadigan kasallarim so'rayapti o'sha. Men o'zim kasallarim aholim bilan ishlaganimdan keyin o'zim birinchi Urganch shahar birinchi oila poliklinikasida oila hamshirasiman. 3000 aholiga xizmat ko'rsatamiz. Endi ular orasida ham qandli diabet bilan bir 65 ta kasalim bor. Ular ham qiziqyapti-da. Qiziqadi. Siz hali boshlang'ich ekan. Biz shunaqa bo'ldik. Men aytdim, uni nimasiga qaramaydi. Hayot tarzingizni o'zgartirasiz. O'sha choyni ichib, bular hammasi ximikati yo'q, tabiiy mahsulotlar, biologik mahsulotlardan tayyorlangan. O'shalarni ham tushuntiryapman. Ular qiziqish bildirdim. Xudo xolasa, endi o'zi sizlarga chiqishadi ular. Nomeringizni hammasini berdim. Ham yaxshi, masalan, ko'pchilik aytadi, doktor ruxsat bermadi deb. O'zi asosiy tibbiyotda yurgan odamlar ham ko'p iste'mol qilishadi-da. Mana siz o'zingiz ham tibbiyotda yurgan odam ekansiz, medik ekansiz. Aholi orasida ishlayman, aholi mahallada yurimiz, aholi bilan ishlaymiz. Menimcha bu faqat qandli diabet emas, surunkali kasallik og'riyotgan hamma kasalga tavsiya qilish kerak. Men shunaqa o'ylayman. Bu ishida hech nima yo'q, 7 xil dorivor mahsulotlardan tayyorlangan. Faqat choy qilib ichasiz, damlama qilibdi, damlama bo'lib. O'zingiz medik sifatida bemalol tavsiya qila olaman. Nimagaki ichib o'tiribman, kuzatyapman, ko'ryapman. Har kuni iste'mol qilyapman. Rioya qilgan holda
avvalam doktor yozib bergan ko'rsatmasini qilib keyin nima qilish kerakda, shikoyat qilish kerak. Uni aytganini qilmay, e'tibor qilmay, hech nima qilmay o'ziga o'zi aniq qilsa, u to'g'ri kelmaydi. Tushunmagan narsani so'rash kerak. Tushunadigan bo'lsangiz, o'shanga rioya qilib natijasini kuzatish kerak. Qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Organizmda qanaqa o'zgarishlar? Masalan, ko'p holatlarda og'iz qurishi boshqasi bo'ladi, boshqa nimalar kuzatiladi. Masalan, ovqatlanishda ham shunaqa ko'proq yeb yuborishi mumkin. Kundalik sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligi mumkin. Choyni ham kerak paytiga ichish kerak, masalan. Har balo bilan aralashtirib, aniq qilish shart emas. Har narsani o'zini nimasi bor-da, me'yor bor. Me'yoriga rioya qilsalar, menimcha kasallik ham ancha cheklanadi. Men bemalol o'qib, o'sha bundan choydan ichib shifo topayotgan kasallar hammasini kommentariyalarni o'qib, keyin o'zim xulosa qildim-da, sirazi nima qildim, sizlarga chiqib, sirazi nima bo'ldi, o'sha choydan menga ham yetkazinglar. Yo, rahmat, menga bir kun ichida yetkazib berishdi. Yetkazib berishdimi? Xabarim olib turishdi. Bo'ldim, ha, akam uyiga borsam, akam uyiga topib borib berib ketishdi. Men xursand bo'ldim. Sizga agar davosi bo'lgan bo'lsa, yaxshi bo'lgan bo'lsa, biz ham xursandmiz. Sog' bo'linglar. Xorazmda, Qoraqalpoqda juda ham ko'p mediklar ayniqsa ko'p ekan, iste'mol qilayotgan, tavsiya qilishdi. Yana ichishda davom etsangiz, xudo xolasa qandli diabet safidan ham chiqib ketasiz. Rioya qilamiz. Yo'q, ichaman, men ichmayman emas, ichaman. Faqat o'zingga qarash kerak-da. Endi yoshing bir joyga borgandan keyin hamma narsalardan qutulgandan keyin faqat o'zingiz uchun ham yashashingiz kerak, yashash tarzini yaxshilash kerak. O'sha masalan ximikati yo'q, tabiiy mahsulotlar iste'mol qilish bu sog'lik uchun koni foyda. Zarari yo'q. Yo'q, reklama shart emas. Reklama uchun qilayotganim yo'q, to'g'risi. Kimgadir foydasi tegsa, men ham o'zim tibbiyot xodimiman, lekin men ham kimgadir nafim tegsa, men bundan xursand bo'laman. To'g'risi, men hammaga tavsiya qilaman. U majburlash emas, reklama uchun emas. Oldim, ko'rdim, masalan, bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, har bir nimada har xil sharoitga bo'lishi mumkin. Lekin men o'zimdan kelib chiqib, o'zim tibbiyot sohasida 35 yillik mehnat faoliyatim orqali o'sha choyni iste'mol qilib, o'zimda o'zgarishlarni aytyapman. Bu birovni majburlab, lekin nima qilayotgani yo'q. Bu tabiiy o'zim istab o'zingiz foyda ko'rganingiz uchun bemalol ayta olasiz. Foyda ko'rganim uchun intervyu beryapman. Bemalol tavsiya qilaman. Endi men qandli diabet emas, boshqa kasallar ham ichishni tavsiya qilardim. Nimaga bu tabiiy mahsulot, o'zi uchun koni foyda, nimasi yo'q. Rahmat kattakon sizga ham. Tuzog'siz ketamiz opajon. O'tiringlar, choy Rosa ko'p Xorazmda o'zi anchadan beri qolib ketdik. Yurtimizda shunday kasallar qolmasin, ishlaringizda omad tilayman. O'ynab kulib yaxshi kunlarimizga rahmat.